Assalomu alaykum YouTube kanal kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi ishlarimizni biri Andijon viloyatiga ketyapti, Ulug'nor tumaniga, biri Namangan viloyati Chust tumaniga ketyapti. Bugungi ishlarimiz 1-mart 2026-yil. Mana quruq gazoblovlardan har qancha bor, yetarlicha bor. Bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qila olasizlar. 17.000 so'mdan dastavka qilib beryapmiz. Bizning manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida joylashgan. Vodiy bo'ylab 17.000 so'm dastavka qilib beramiz. Mana quruqlardan yetarlicha bor. Kimga shunaqangi quruq gazoblovlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qila olasizlar. Quruqlardan har qancha yetarlicha bor. Gazoblovlarimizni o'lchamlari bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun 20 ga 30 60 20 cm eni, 30 cm balandligi, uzunligi 60. Bunisi Andijon viloyatiga ketyapti, Ulug'nor tumaniga. Bunisi Namangan viloyati Chust tumaniga ketyapti. 17.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastavka qilyapmiz.